Abdullah, oğlum oyun qani? Shu yerdalar. Shu yerdaman adasi, voy bolajonim sekinroq otadi, ko'pagini qidirib zo'rg'a otadi. Assalomu alaykum adasi. Charchamasdan yaxshi keldingizmi? Ey, charchamay bo'ladim. O'zing tinchmi? Rahmat, yaxshi. Dam olish deysizlar. Qayerga borasizlar dadasi? Biz nima tog'amnikiga boramiz. Tog'ingiznikigami, toqqami? Topding. Toqqa boramiz. Ey, shu mahsulotlaring o'tsa-o'tmasa olib kelib topshirasizlar-da. Yuraver, men shunday qilib shalpillab. Bu bedava bu nima bu? Beda bu aka, beda. Ha bu tuzukroq savdo bilan shug'ullansak bo'lmaydimi? O'zing ham bedaga o'xshab sarg'ayib qolibsan-ku. Şu odam ustidan kulishingiz yomon-da. Soqqang bo'lganda hozir tog'da gijiglab yurgan bo'lardi. Ey, tog'da harakatini qilinglar, men yo'lga chiqib qo'ydim, lekin tezlashish kerak. Bo'pti. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Avatam yuring. Bir toqqa aylantirib kelay, juftingizni olib chiqing. O'zi siz juftingiz bilan chiqdingiz nima, yolg'iz bordingiz nima? O'ziga mana shu o'tirishda endi. Sizda o'zi yoshlikda toqqa ko'p chiqqan deb eshitaman, shu gap rostmi? Ko'p chiqqanman toqqa. Siz hozir toqqa borib yotmang. Sizga ana tepalik ham tog'da gap hozir. Bo'pti otam. Sog' bo'ling. Sen odam asabini har safar buzib ketasan sen. Nima gap? Ha dadasi, tinchlikmi? Dam desam qotib qolasiz, a? Ha ish desam eshakda ishlatasiz. Xotin, men seni shunday joyga borayki, hech kim yotmagan, hech kim bormagan joyga borib dam olib kelamiz. Faqat to'polay qilmagin. Ma'qulmi? Muncha yaxshi dadasi. Rahmat. Hasan tayyorgarligini ko'raver qani. Xo'p adasi, voy dadasi, toqqa borganimizda qurtlar. Voy, adasi qurtlarni yaxshi ko'raman, echkini qurtlar. Katta nimalar. Bo'ldingmi? Voy, adasi. Toqqa borayotgan odamga o'xshadimmi? Toqqa o'xshading. Bo'lmaysanmi xotin? Hamma bozor ucharda qilib mashinaga qo'yib qo'ydim, tezlashgida. Dadasi nima oldingiz? 4 kilo go'sht oldim, 8 ta non oldim, uzum oldim 2 kilo, pomidor bodring, kolbasa sir, uzum, qovun tarvuz, shirinliklardan, pecheniyalardan oldim. Dadasi,
Sizni mana shunaqa ziqnaligingiz yomon-da. Ish qilib tog'da och qolib ketmasak bo'ldi. Tezak. O'zi menga mana shuncha darvoza bo'lardi. Buni qarang endi. Odamlar mashinada kirib chiqadi bunaqa joydan. Adasi? Ha? O'tirgan chol qo'shnimiz Erkincholga o'xsharmikan, ha? Ha, buni men senga aytsam, bu chol Erkincholni tug'ishgan ukasi Jo'rabay aka bo'ladi bu. Mana shunaqa. Shundan joy so'rab qo'ya qolaylik. So'rang adasi, so'rang. Hop. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ya. Sog'ligingiz yaxshimi? To'qvatilla voy. O'zim. Ya bormisiz? Rahmat. Qanday shamol uchirdi? Shu oilaviy dam olishga keluvdik. Joy qidirib yotibmiz. Joy. Joy? Ha. Joy yo'q o. Mening bolalarim otam qaridi. Uyqusi ham uchib ketdi, endi uxlamaydi baribir deb joyimga odam qo'yib beribdi-da. 3 kundan beri mana ko'chada o'tiribman. Voy Jo'rabay aka, bizga uydan joy kerak emas. Tabiat qo'ynida hech kim yotmagan joy bo'lsa bo'ldi. Hech kim yotmagan bo'lsa, Shu keliningizga shunaqa va'da beruvdim-da. adirlikni ko'ryapsizmi? Ha? Ana shu mahallamizning qabristoni. O'shani tepa qismida hech kim yotmagan. Ey, bizga dam olishga joy kerak, Jo'rabay aka. Dam olishgami? Ha. Mana qarang, men yuqorida soyliq bor-da. Ha? Ana shu yerda hech kim yotmagan. Nimaga bilasizmi? Aha. Dabdurustdan sel kelib qoladi. Ya. O'tgan yili sizga o'xshagan bir yigit qaynonasini olib kelgan ekan. Xo'sh. Qayerdandir sel kelib qolib, qaynonani oqizib ketdi-da. Shu yugurdik. Ushalmadik. Oppoqqina dirkillagan narsa ekan. Ha, buni sel ham oqiz olmaydi. Selning yo'lini ham to'sib qo'yadi-da bu. Ay dadasi, Ha! ketdik. Hozir keliniz chaqiryapti. Bu erkak o'zini bilgan erkakka biz ziyoratgoh ekan. Yaxshi niyat bilan bir bor ziyorat qilib qo'yish soyliqda. Maylimi? Otam, uydagilarga salom deng. Salom. Xo'p, Bizdan salom. xo'p. Ham qishloqlarga salom. Bo'ldi otam. Xo'p. Uyda o'tiruvdim hamsiz. Sigirim buzoq to'di oyoqsiz. Bu ketishda qolaman ersiz. Ya. Assalomu alaykum akajon. Va alaykum assalom. Jo'raqil, yaxshimisan? Rahmat. O'zi yaxshimisiz? Bu Quvvatilla? Joy so'rab kelibdi. Bir xotini bilan dam olaylik deydi. Dam olmoqchi degan. Dam olasan.
chapga burib chiqib ketasiz. Rahmat singlim. Umringizdan baraka toping. Mana siz bor ekansiz, mana sizni ko'magingiz bilan mana shu oraliqdan olib chiqib oldim. Hey! Voy shayton qiz. Ya bu mashina senikimi-da? Voy. Dadasi, Ha. yong'oq. Bu taqqa yong'oq yegani kelganim yo'qmi ya? Nimaga xomush o'tiribsiz dadasi? Dik kayfiyatni ko'tarib, hazil-huzul qilib o'tiring. Qo'y. Ana eri xotinlarni qarang. Xushchaqchaq kayfiyatlarini ko'tarib maza qilib o'tiribdi. Ularni o'tirishi bilan bizni o'tirishda farqi bor xotin. Shuning uchun ham quvonchdan ichiga sig'may yugurib yuribdi. Qanaqa farqi bor ekan? Ular eri xotini emas, shuning uchun ham xushchaqchaq o'tirishibdi. Ha? Ferrari'ni koy. Komandir. Bu nima gap bu? Kechirasiz komandir. Siz noto'g'ri tushundingiz. Biz eri xotinmiz. Er xotin dam olyapsizlar. Xotiningiz bo'ladigan bo'lsa, ne qochib ketyapti? Hey! Qayerga? Bular meni olib ketadi. Xudodan oldi sharmanda qilma, qayt orqaga. Hozir bir umr birgamiz deding-ku. Qo'y komandir, qaytib keling. O'zimning xotinim komandir. O'zingizni xotiningiz bo'ladigan bo'lsa, bir shaxsingizni tasdiqlaydigan hujjat yoki ZAGS qog'ozmi bormi? O'zi shuni tashab ZAGS qog'ozni olib kelsam bo'lar ekan. Endi nima qilamiz? Bo'lmasa yaxshisi yengilgina jarimaga tortamiz. Shunday qiling, yengilgina bo'lsin, to'g'rimi? Bo'lmasa sizga 300 ming, ayolingizga 100 ming jarima. Nega? Menga 100 ming, bularga 300 ming? Shuni ayt. Ha? Sababi sizni birinchi marotaba ushlayapmiz. Eringizni 3-marotaba. Ha? Ne? Nima? Ey, boshla. Nima? Nima dedi hozir komandir, ha? Nima dedi? Qochi! Ham kirdi yursa, qo'llariga qarasam, nima? Nima? Komandir! Komandir! Nimada? Voy adasi muchut tez yugurasiz, charchab qoldim. Yomon yugurding. Shu qishloqda kamida 3 bal yer qimillash bo'ldi. Yomon yugurding lekin. Bitta narsa, sen bu gaplarga ahamiyat berma. Sim yog'ochlar qimillaganini ko'rdingmi? Simlar qilib yordi-da. Xotin, bu qaysidir bir dushmanimizni hiyla-yu nayranga. U bizning oilamizni buzmoqchi. Qo'y xotin. Urush janjalga toqatim yo'q. Ozgina dam olaylik. Voy dadasi. Oyoqlar tugadi, oyoqlar. Oyoq tugadi. Voy. Ota o'tiribsizmi? Ya bolalarim kelinglar. Nima bo'ldi? Hammasi siz aytganingizdek bo'ldi. Hammasini joyiga qo'ydik ota. Ay rahmat, baraka topinglar. Birovni asabini buzib dam olish qanaqa bo'lishini bu tuhfatlarga ko'rsatib qo'yaman.
Adasi, ayiqqa o'xshab uxlab yotaverasiz a. Nima deysan, ayiqni urg'achsa? Osmonni qarang. Musaffo, ko'k tiniq. Nimadan dalolat bu dadasi? Nima? Ustimizdagi palatkani o'g'irlab ketishgandan dalolat beradi. Hey! Yana sizmi? Mazza qildim. Palatka. Voy adasi, Palatka. ichimga sig'ib ketmadi. Voy adasi. Tog' atmen. Palatkani o'g'irlab ketishgan. Xayriyat. Tushunmagan. Thank you.